ruchka oling, qalam oling, yozib qo'ying. Katta harflar bilan. Say I need no reason just to get fired up. You give me that feeling when you leave me tied up. You can Yurganda bog'langan insoningiz yo'q-da? Bitta yurgandami? Prezentatsiyamda bir foyda bo'lib, bir foyda bo'lmagan odamlar bor. Yonimda ishlagan odamlar bir foyda bo'lib, bir foyda bo'lmagan odamlar bor. Sababi hech kimga bog'langan joyim yo'q. Xizmatini qilgan qilsa, bo'lmasa до свидания. Bilasizmi? Eng muhim, ruchka oling, qalam oling, yozib qo'ying. Katta harflar bilan ilohiy jinoyat qilamiz biz. O'zidagi yo'q hislatlar odamlarda bizni ko'zimizga yaxshi ko'rinib qolsa, halimchalik qilib, qolsa, bir marta yaxshilarni ko'rib ko'tarishni boshlaymiz-ku. Alloh undan keyin aytadi-da, "Men unga bermaganman, ko'rmaganda sen ko'rdingmi?" deydi-da. "Voy, shu odamni sen ko'tarding, o'shani balosini o'zing yeb qo'yib qol" dedi-da. Shuni balosini, shuni problemasini biz boshimizda chekamiz-da, ko'ramiz. Alloh yuqtirmagan, Alloh bermagan xislati yo'q odamga trener bo'ladimi, shoir bo'ladimi, o'yinchi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Yoningda yurib, ko'p yurib, birdan halingda qilib o'zida yasab oladi-yu. Bir tinga qimmat odamlar. Men uchun ijtimoiy qilmadi. O'zini manfaati uchun meni ismimni oqlab o'tishga harakat qiladi. Vaholanki ism hech narsa bermaydi. Ilohiy kuchlarga aralashib qo'ygan odamlar ham meni qilgan xatoimni qilmaylar. Alloh hammaga nima xislat bergan, nima fazilat bergan va unga nima kerakligini o'zi biladi. O'zi beraveradi kerak bo'lsa, aralashmaylar. Biz esa sportda davom etamiz.